Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi videomuz uy-joy masalasini qaraymiz ekan. Bu xudo xolasa uy-shu joylarimiz sotiladi. Endi bular sotilib bo'lgan o'zi. Uy-shu birisi qolibdi. Manzilimiz 4 Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 shahrindamiz. Shu mashina kelayotgan yerda yana damir yo'l. Dodik zapravkadan kelsak, damir yo'ldan kelamiz. Shu damir yo'ldan o'tgan joyinda yana damir yo'ldan 100 metr o'tsak, 100 metr ham chiqmaydi. Shu uylarimiz boshlanadi yana. Ellarimiz stashga yetib taxlab qo'yibdilar. Shundan kelsak, Dodik zapravkaga 1 kilometr chiqmaydi-da, shuni kirib kelsak. Gaz, svetda muammo yo'q. Yana ichotchiklari tushib turibdi, gazniki ham, svetniki ham, gaz turbalari o'tib turibdi. 3 sotka ekan do'stlar. Stashkalari quyilgan. Yana bu orqa tarafga kiradigan yerimiz. 3 sotkada endi hozir shuni egasidan so'radim. Shu uyni atrofi shu hammasi shu qurilgan joyi, o'zining yeri shu 3 sotka ekan. Yana bu yerlar qo'shilmaydi. Bu eldingiz bo'ladi yana. Hemen qazib qo'yib, toprak tashatib berib, eldini bog' hisobida foydalansang bo'ladi. Ekib qo'ysang meva eksanglar bo'ladi. Hech kim nov foydalansanglar ham quydirib zattasanglar bo'ladi. Stashkalarni ham cho'tga quyganlar. Ishlagan odam aytib turibdi, qo'lda ishlanmadi. Bitona misholki qaradon texnikalar, traktorlar kelib ishlab berdi. Zo'r ishlatdim. Fundamentini ham cho'tga ishlatdim deb turibdi. Kelib ko'rib olmadim. Pulini qiziqinglar. Puli 28 ming deb turibdi. Yana meni orqa tarafi bo'ladi ama. 28 ming dollar do'stlar. Shitir bo'lsa kelishamiz dedi. Bu halol nasiyaga beriladigan, halol nasiya. Eldindan shu yana bu joylarni belgilan sotdim dedi. Eldindan bir pachka 10 ming bilan bergan ekan. Ish qopda hozir bundan orqasida yana birsi bor, uni ham ko'rsatamiz. Mana ichi pol patolog bo'lgan, orqasini ko'rsatamiz. U pol patolog bo'lmagani bor ekan, u sal arzonroq. 10 mingdan eldan 10 ming berib turib bo'lib beraya, halol nasiyaga berganmiz. Bunga dedi bonus dedi. 10 mingdan kam bo'lsam telefon ataversinlar dedi. Necha bor qo'lingizda? Endi men falan demayman-da, masalan 7 bormi, 8 bormi, eldindan berasizlar, hech qanday kredit degan narsa bo'lmaydi, halol nasiya. Telefon atasizlar, eldindan borini berasizlar, to'g'ri kirasizlar, yashaysalar bera bo'lgan. Qolganini palonga dogovor etasizlar, masalan, boshda shu 1,5 yilmi ishini berilganda, shuni so'lashasizlar-da, eldindan borini berasizlar, kirib yashayverasiz. İçinde döşüysiz, gazlı siveti gap turibdi. Naqd bo'lsa lekin 28 dan ham kelishaman deb turibdi. Agar men adashmasam shunday deb aytdi. Yani to'klar tushilgan, somon suvoq ishlangan, poli ishlangan, patolog ishlangan. Общий hamma jam yer maydonimiz qurilgan yeri, orqa taraflar hammasi 3 sotik yer maydoni. Egasining nomerlari ekranda. Bemalol tifashlash mumkin. Bog' nima bu? Yon tarafidan chiqadigan eshikka. Bu yerda bir xona. Hop, yana bitta xona. Yana bir xona. Ayronda endi pol patologlari ishlamay turgan birisi bor, izini hozir uni ham ko'rsatib beramiz. Variantda bu bir dushovoy banisi, yuvinish xonasi. Zal, spalniy endi bilmayman, o'zingiz pullarni berasizlar mana. Karushdan qurilgan yana. Cho'tka deb sagan. Manzilimiz shu. Hozir endi şimdi keladi. Yana mendeni o'zini yo'li boradi. Yana ishini ko'rsataman hozir izini bortirib. O'zini yo'li bilan boradi, yana shunda yo'li bor shuni ketgan. Yana yo'li do'stlar. Şimdi girib keladi. Yana 3 turibdi saqtarga. Bosaverasizlar. Bu 25 ming bu. Bu naqd bo'lsa kelishadi. Yaqinda eldindan. Şimdi summon deb kelasizlar, kelishasizlar. 3 sotik bilan do'stlar, buni eldilari keng, atrofida bog'. Nima deydi? Bu местоположениесі zo'r yerga joylashgan. Chang yo'q, shamol, zo'r pogoda. Mana ichini remonti pol patolog bo'lmaganda, shuni hisobidan 25 ming bor. Ana. Suvog'i bo'lmagan, montaj o'tmagan. Naqdab ham kelishadi. Qaytadan yeri bor. Agar ya'ni bo'lib beradigan variant bo'ladigan bo'lsa 25 ming. Bo'ldiğundan pasana bo'lmaydi. Shu pulni berasizlar, eldan kelishadiganimizni berasizlarda 25 ming hisoblab bo'lib beraya. Halol narsa, kreditdan g'o'ring yo'q, bank degan narsa yo'q. Pramo shuni egasi bilan gaplashib, zo'r variantda puli oz masalan, lekin joy olaman deb yurgan oilalar juda ham ko'p. Rossiyada ishlab yuribdi, Nabrida ishlab yuribdi, uy olaman deb yaxshi niyat etib. Niyatdan iziga tinglar. Urasizlar yana bemalol egasi bilan gaplashaverasizlar. Men chiqadim, eshikni hozir ko'rsataman bu yerdan. Yana bir ikki
İşep beradim, işlerim badap duruyordum. Ben çok ya, önce düşünmedim. Steşkelerini kuyup beramen deyip duruyordum. Şu iyisi bilen söyleşe öğreselenmezsin. Üçsünü hatalayıp dürttü birsin. Açık koydu yine göstereyim diye. Kaptalını bir tonu yere. Maşında yesi koysan havalı. Darvaza koyup. Üstüne beklebersen halasını tapcan koyup otursan bu ara. Şu stili bir kılanmasın. Elinden şu barını alasıla da gelevereseler. Halal nasıl savda. Kredi faiz yok. Köp adam az narsalarına karşı kreditten korkadı köp adam. Yani şimdi varyant yine şimdi kolaylıkla köpeğe versin. Elde taraflarımız. Şimdi video rolik oldu. Caylamanda bir gelere video teşekkür ederim. Sağ olun, selamet olun.